O'zbekiston bo'yicha bunaqa narxlarda yo'q. Bugun Optum bozordagi eng ko'p sotilayotgan ayollar kiyimlarining obzorlarini qilib chiqamiz. 70 ming so'm ekan. Standart ekan bu. Pachkaga necha pul qilib berasiz buni? 65 ming. 65 ming so'm ekan. Pachkaga 60, razmerlar qanaqa? 48-52. Pachkaga necha pul aka bular? 55 ming so'm ekan. Bambuk, alola, buyilgi, moda, bu tovar trenddagi tovarlardan. Pachkaga necha pul bu xalatlar? 75 ming. 75 ming so'm. Yuklar bor, mana nechta bo'lsa aytaverasizlar. Sex o'zimizdan nechtasi chiqarib? O'zimizdan nechta bo'lsa chiqarilaveradi. Chiqli bu aka? 55 ming. Razmer qanaqa? To'rttalik 16-52 gacha. Pachkaga necha pul aka bular? Pachkaga 50 ming. Bambuk razmerlar qanaqa aka? 852 gacha. Achosliklar pachkaga 90 ming ekan bular. Mana. Ming pachkaga mana. Pasvetga 4 xil razmerlar bor. Bor-a? Pachkaga 80 ming ekan bular. Anorlar chapa 80 ming ekan. Razmer 48 dan 54 gacha. Pachkaga necha pul? 100 ming ha? 80 ming ekan bular. Bambuk. Pullar qancha qilib beraman dedingiz? 120 ming so'm. Mashinlar mana necha yillik Uzuni ham bor. Ha, buni uzuni ham. 60 gacha bo'lsa kerak u. 60 gacha. Versace tigerlar ham bu yilgi trenddagi tovarlardan bittasi. Nachosli, qalin. Keyin mana bu mamuklar ham zo'r ketgan. Bularda 110 ming so'mdan berilyapti.